Dollar kursi ko'tarildi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmasini bosishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 18,39 so'mga oshdi va 12.190,57 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 53,89 so'mga tushdi va 14.303,20 so'm etib belgilandi. Rossiya rubl 0,3 so'mga oshdi va 157,48 so'mni tashkil etdi. Xitoy yuani esa 3,62 so'mga pasaydi va 1771,22 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 grammi uchun narx esa 39.900 so'mga oshdi va 2.119.200 so'mni tashkil qildi. TrendingWave ma'lumotiga ko'ra, bugun 2-mart Toshkent vaqti bilan 16:00 holatiga Bitcoin kursi 3.907.172 so'mga tushgan va 807.855.680 so'm etib belgilangan.